Edim, Mirzo Ulug'bekka kirganingizdan keyingi jarayon o'zi qanaqa kechgan? U yoqda o'qishga qiynalmadingizmi? Aynan matematika jihatdan yoki ingliz tili jihatdan u yerdagi o'qish sizga qiyin bo'lmadimi? Mirzo Ulug'bek maktabda o'qish qiyin bo'lmagan, lekin shu ingliz tilida zo'rroq o'qiyaman. Algebrada, shu matematikada funksiyalar temasida ozgina qiynalganman. U yog'i yaxshi ketdi, demak. Ha. Yaxshi. O'zi Mirzo Ulug'bek maktabidagi o'rtoqlaringiz qanaqa? Sizga oddiy maktabdagi o'rtoqlaringizga nisbatan qanchalik farq qildi? Nima sizga yoqdi ko'proq maktabning sharoitlaridan va muhitidan? Mirzo Ulug'bekda maktabi o'zi chiroyli ekan va oddiy maktablardan juda chiroyli va u yerda o'quvchilari bo'ldi sdержанный. Ular aqlliroq va ular воспитанный degan bo'lsa bo'ladi. Tushunarli. Endi baribir o'zingiz tayyorlangansiz, sizga o'xshab tayyorlangan o'quvchilar bilan bitta muhitga kirgansiz. Yaxshi bo'lgan.